Assalamu alaykum Okean televiziyasining aziz ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Okean televiziyasi yangidan yo'l qo'ygan Cho'lpon keldi programmasi. Men program riyosatchisi Nurali Hasan. Xo'sh, jamiyatimizning ushqanday taraqqiy qilishiga ergishib, har soha, har kasbdagi nurg'un ixtisosli talantli yoshlarimiz o'z kasbida utuq qozongandan sirt bir millatga, bir davlatga to'kib qo'shib kelmoqda. Albatta san'at sifatiga bizga ma'naviy zuq berib kelayotgan ko'zga ko'ringan cho'lponlarimizmi ularning sirtida emas albatta. Shu vajidan mana bu programmamiz orqali biz texnik tushunishni xohlaydigan dangdor shaxslarimiz ham cho'lponlarimiz bilan eng erkin holda, eng yaqin orliqda paranglashib, ularni texnik tushunishni maqsad qildik. Xo'sh, Cho'lpon keldi programmamizga bugun men alohida bir mehmon taklif etmoqchiman. U o'zbek kelishgan, lekin bu menda sal egizroq bir yigitni taklif etmoqchiman. U eng muhimi bir yaxshi naqshchi. U bo'lsa-mu, oldi bilan uning naqshidan 2 misra aytib beray, o'zinglar tep bilinglar. Hayatta bir ömür ötelim sen men bilen Baxtiga jiraktan Kütelim sen men bilen Külki degen her vakit Yığıdılar akar Yığılgandır sen yığılap Gülelim sizler men bilen Gülemeyim hakikaten bilen Assalamu alaikum Ve aleyküm assalam Ziyaret maksimum Aldı bilen deydiğini makan programımızga hoş kepsiz. Bak hoş bulduk. Salmın bir yol ötümek sana. Maqula, buldum. Assalamu alaikum. Naqmaydandagi barliq qarindoshlarım. Va alaykum assalom. Savaqdoshlar, yaxshimsizlar? Assalamu alaikum. Ikra aldidagi barliq mening qarindoshlarim, menlarga qarindoshlar Hazrati Ali Muhammad Tursundan qutlug' salom bo'lsin. Rahmat akam. Programmani boshlashdan burun oldi bilan deb qo'ydiganim, bu yerga hech kim quruq qo'l kelgan emas. Bu yerga kelgan mehmonlarimiz bo'lsin, o'shada o'ltirgan tomoshabinlarimiz bo'lsin, yuz qo'ydi men qo'ygacha tomlarni uzar qildi bizga. Manda ish bor edi. Men naqsham so'qilman. Unda bo'lsa, hozir mishada biz bir o'zirinib olaylik, eng oldi bilan bir 8 naqsh etib bersangiz, mishada. Bo'lmanda? 8. Mayli, sizlar anglayman desanglar, rahmat. Aytaverman. Anglamdik. Rahmat. Aka chaqchaqni qo'ydim. Rasmiy. Sizning gaplar bek qiziq ekan. Rast gapimni qilgan vaqtda rastimni deganda mishada oldi bilan rastimni desam degan naqshni aytib bering demoqchiman. Shu oldi bilan shu naqshni bir anglab o'tib, ma'qul bo'lsa, avval shu hammalarninki ko'ngil oramiga rastimni desam degan shu naqshamni naqmaydan turib o'rlab beray, undan keyin qolgan gap so'zlarimizni boshlab deylik demoqchiman. Unda boshlab ketdim. Hammalarning ko'ngil oraminglar uchun bo'lsin, ikra oldik qarindoshlarim uchun bo'lsin. Marhamat olsun. Rahmat. Güller üzüp bergimdi sen, üzüp bireyya. Aynilip bir elmeymen rastımni desem Çin dilimden söygünüm rast başkası yalgan Sana ölüp bir elmeymen rastımni desem Çin dilimden söygünüm rast başkası yalgan Sana ölüp bir elmeymen rastımni desem Küyermen sana yarim Süyermen seni Bundan başkası yalgan rastımni desem
Suyermen sana yarim, suyermen seni. Bundan başkası yalgan, tasdım neyini sen. Bundan başkası yalgan, tasdım neyini sen. Abay tiyaqı aka dəvəsəm ekran aldıdaki cıq görmələr qarşı bu ikisi tanışdı. Mən səl çoğurak olğan ki, şu aka deydim. Ədəb tutqalı ekan. Mişə doltağan tamaşaçılar ekran aldıdaki nurgun məstanlarınız, sizin naxışlarınızı suyub, yaxtırıb, qədərləb anlaşdığın sir. Rəhmət. Sizin turmuşunuzğa, turmuş işlərinizğa, ən mühimi təfsili tərcümalığınızğa babaq vaxtınızdan tatıb hazırlıqca cəryanı istifade edib oylayım mən. Şununğa şəxsən mən şu sözgü təklif edək. Rəhmət. Gözüm yaş kelib oturdu deb olsa. Onda olsa mən özümni bir bugungi mush programmadan foydalanib, mush qarindoshlar bilan yaxshi yig'ilib qolibdik. Bugun yaxshi paranglashlar. Men o'zimning tarjimalimni bir qisqa deb o'tib ketay. Men milodiy men g'arbiy janubiy tarim neftik deb bir yaba poskam neft deydigan. Qog'iliq bilan poskam doirasining o'rtasida bir yaba. Men shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan. To'liq o'tirni putdagi shu yerda o'qidim. Undan keyin Yezigilik universitetiga o'qishga keldim. Ben qisqalam deyib o'tibman lekin shuning bilan oliy maktabni 2009-yili bitirdim. Undan keyin ta hozirgacha o'zim bakrak yaxshi ko'rgan kasbim naqsh bo'lib qoldi endi. Men burunni kichik vaqtimdan tortibla hammaga qiziqib boqdim. Jamiyatda hurmatlanadigan, azizlanadigan ish bo'lsa, kichikligimizda, go'dakligimizda, o'smirlik, sabiylik vaqtimizda hamma qiziqib boqamiz-ku. Maktabda masalan sizga nima moda bo'lsa, masalan futbol o'ynash moda bo'lsa, o'g'illar futbol o'ynaymiz. Lekin qiz bolalar o'yin o'ynamaydi. Tepkish qilgan rezinglarga atlab shu o'zim ham eng yaxshi ko'rgan ishim naqsh etish. Hamda kichik vaqtimda hammaga qiziqdim, lekin hozircha hamda yig'inchoqlab etsam shu naqsh etish bakrak qiziqdim. Oliy maktabda boshqa kasb o'qidim. Lekin oliy maktabni o'ngishli yaxshi bitirgandan keyin yana o'zimningki yuragimni shunda tutib qilib, eng qiziqadiganim yana shu naqsh ekan. Bu yerda bir savol tug'ildi. Unda bo'lsa, kichigimdan tortib yaxshi ko'rishim shu dedingiz. Nimishqa shu kasbda muntazam tarbiyalanmadingiz? Bu menda gap. Qanday gap? O'zim shu to'liq o'tirib bitirgan, men 10-yil sinf boshqalab o'qigan. Masalan, universitet fanlaridan bir yaxshi masalan tarbiya, masalan, o'sin xat deymiz, masalan, hammalarning o'smirlik vaqti bo'lgan-ku. Demak, men hamma qiziqadigan aktiv ruh bor menda. Biz oliy maktabga imtihon bergan vaqtida imtihonni bir pulimiz lekin arzu to'ldiramiz qo'ymayman. Arzu to'ldirgan vaqtida chiq o'ylashdim. Ba'zi gaplarimni o'ytiklar deyaldim, ba'zilarini deyolmadim. Hamda ko'nglimda ba'zilarini o'qituvchimdan paranglashdim, bu o'qituvchimdan paranglashdim bo'ldi. Hamma o'qituvchimdan paranglashsam, hamda hamma o'qituvchilarim o'zining ko'z qarashini deydi. Masalan, muzika o'qituvchim desak, azartli siz cho'qim shu muzikada muntazam tarbiyalanmasini so'maydi. Siz cho'qim muzikaning yo'lini tanlang. Siz cho'qim siz shunda kasbiy tarbiyalanishingiz kerak degandek, u jihatdan gaqilda ko'z qarashini menga olgan basin deydi. Yana bir o'qituvchim qarsam, yana bir o'qituvchim o'zininkiroq ko'z qarashini deydi, yana bir ko'z qarashini qildi. Hamda u hamdikilarning ko'nglidimi davlat ma'muriy bo'lsa deb o'ylaydi o'ytiklarchi. Cho'nglarning nazarida meni hukumatga xizmat qilsa deb o'ylaydi hamda. Hozirda o'ylab baqsam shu. Keyin shu arzu to'ldirdik. Shu bosqichlar bo'ldi. Arzu to'ldirib bo'lgandan keyin men shu Yezigilik universitetiga qabul qilingan. Shunday bo'ldi. Oliy maktabga kelgandan keyin kasbimni yaxshi o'rgandim. Lekin yana bakrak shu o'zim yuragimni tutib baqsam, men naqshga bak qiziqmanchi, naqsh etishga. Yana shu mushu qiziqishim, nurg'ulgan arzularimning orasida yana mush qiziqishim meningki eng yaxshi ko'rgan yana o'zim cho'qim azartli. Sen mushni yaxshi ko'rsangiz, cho'qim mushni qil degan bir yerga kelib qoldimda, bir tarafdan o'qimasam bo'lmaydi, o'zimning oliy maktab kasbimni yana bir tarafdan cho'qim men naqshga bak qiziqganman, naqsh etmasam bo'lmaydi ekan deyman. Lekin bir tarafdan maktabda o'qib turib, bir tarafdan kechlari o'zim klublarda naqsh etdim. Shu jarayonda nurg'un chiniqishlar bo'ldi. Nurg'un narsani o'rgandim. Bu naqshchilik, shu naqsh etish kasbidan yinib ketay degan vaqtimlar bo'lgan. Oliy maktab o'qiyotgan vaqtlarimda nurg'un siq-suvoq ishlar bo'lib ketdi endi. Masalan, men o'zim shuncha tirishsammi, ba'zi bir sharoitlar
meni sal yaklaydigan yoki men shu sharoitga kirolmaydigan demak ro'yi jihatdan va mayli boshqa jihatlardan nurg'un to'salg'ular bo'lgan ularga uchirdim va manda ishlar bo'lganda ularni his qildim kuchimning yetishicha u qiyinchiliklarni yengadiganga tirishib boqdim men o'ylab qoldim 2005-yillarda men ko'nglimda haqiqiy o'ylash bo'lgan shu o'qish bitirib bo'lg'ich bo'lgan oraliqda men azad yaxshi ko'rdiganim ekan men 2009 bitirdim-da oliy maktabni men shu oraliqda cho'qim o'zim shu naqshchilikda bir ozroq bo'lsin bir o'rnimni tiklab men mush bu taraqqiy qilsam bo'ldi deganni shu niyat keldingiz ha shu ko'zingiz yetamdi men naqshlasam cho'qqim shunda bir cho'lpan bo'lib ketaman deydigancho hamda hammalarni qiziqish har xil bo'lgancho men hozir qo'shilman o'zimdan men to'g'ri tanlabganman deb men o'zimniki joyillik qilib mush yaxshi ko'rishimga ching turib ekanman shunga ancha muncha bir qarindoshlar ancha muncha yaxshi ko'rdigan ancha muncha naqshlarni aytyapti sizlar uchun ancha muncha xizmat qila oldim-da hozir o'zimni qo'shilman men shu vaqtda xato bosgan bo'lsam men oliy maktabda abaynaga demadim men ingliz kasb o'qidim ingliz kasb o'qidim lekin u kasbmi bizning jamiyatimizda haqiqatan muhim kasb emasligini bilamiz lekin meni yaxshi ko'rishim yanlam naqshida u yaxshi kasb uni yaxshi apmandim yo'q lekin men yana mush kasbni tanladim lekin men shu oliy maktabga kelgan vaqtimda yuragimni tutib boqsam shu muzika naqsha işte so'qqini men to'la kechlarimda yetib tinglab qilib unda bo'lsa aka ingliz tili kasbda o'qigan shundaman how are you shundan birdan ingliz parangiz kuteldi demoqchi kasb shu qoldi inglizcha saviyangiz qandaroq men sizning biraylarda ingliz so'zlab boqqaningizni anglamadim hozirgacha lekin boshqalarni olgan inglizcha shu kasbda o'qigan deydi lekin men bir eg'iz mandaq hamda meniki o'zimniki turmushimga nisbatan bu sharoitlarm bo'lmadi-da atrofda men faqat naqshga kirishib ketdim o'zimizniki umumiy sharoitimiz shu u bakiliqa ingliz jihatlardan bak paralashib bir ishlarni bak qilib o'tadigan tag'in bag'in boqadigan bunda ishlarni bo'ladi uni kirishim bo'lmadi u jihatdan mening yo'nalishim u yoqmay qolgan ekan demak bu bir yaxshi ishmi besilib qolib qoldi balkim hozir bak unutib ketgan bo'lishi mumkin lekin men yana esimda shu eslayman-da masalan sizga bundan keyin qilmoqchi bo'lsammi yana bir qaytalardan bir materiallarni ko'rish yoki qaytalardan bir eslash orqali yana shu normal bir odatlarga kelishim mumkin. Unda bo'lsa aka o'ylash vaqtingizmi shu butun naqshlaringizni inglizcha nusxa qilib bir taqtishni o'ylash vaqtingizmi? Just for you I can lie. Shunday bir vaqtlar kelib qolgan vaqtida balkim siz degandek shu bir turkum naqshlarimni hozircha qarindoshlarimiz yaxshi ko'rgan naqshlarni cho'qim maqsadimiz shu xalqaralashtirishku. Bundan keyin o'zimiz o'ylayotganimiz shu bir-birlab kelyapmiz. Hozir o'ylashmadim lekin o'ylaysiz. Balkim o'zimning taraqqiyot bosqichimga o'zimning bundan keyin taraqqiyot nishonimda agar ashta qilsam bo'lmaydigan ahvollar bo'lib qolsa men cho'qim shuning uchun yana tirishishim kerak. Men hammani hamda o'zimizniki obyektiv sharoit emas, jamiyatning umumiy sharoitiga qarab turib. Anandagi ras yaqinda Qozog'istondan qaytib kirdingiz. Shunday bo'ldi. Shu yerdagi olqish sadolar qanday bo'lib ketdi? Biz faqat xabar topolmay qoldik. U yerga chiqib o'yinlarni qo'ydik. Qarindoshlar haqiqatan pek yaxshi qarshi oldi. İçidən haqiqiy o'zining bir suyunganligi, naqsh muzikaga hurmati, anda bizga bo'lgan sig'inishi haqiqatan pek ifodalandi. Pek xush bo'ldik haqiqatan. Bu programmalarga mandalam deb qo'yadigan gap emas. To'yiqsiz so'radingiz. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Hammalarga salom aytdi. Ikki davlat o'rtasidagi do'stlikmi, shunday yaxshi bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Undan boshqa shu kasbiy jihatimmi shu san'at yo'lida ma'lumotlar deymiz. Shularni o'zaro fikr almashtirdim-da. Fikr almashtirdik. Yaxshi fikrlar bo'ldi, o'zaro o'rtoqlashdik degandek. Shunday yaxshi bo'ldi. O'zaro tushunish hosil bo'ldi. Buningdan keyingi yana ishlaringizga zo'r utuq tilaymiz. Meshada o'ltag'allar bo'lsin va mayli men bo'lay. Texnik ko'klab ketgan aka. Rahmat. Endi cho'ylab turmushingiz bilan qaytib kelsak, naq kelib kelsak. To'y qildingizmi? O'g'limning birisi bor, 2,5 yoshni oshdi. Zubayr. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'z tegmasin. Oilada ayolingiz, bolaringiz sizni qo'llaydi-ku deydi. Hamda mallam emas. Hamda har qaysi kasbda ancha-muncha bir ish qilyapmiz deganlarning hammalarni o'ylab baqsaq shu oilamiznikilar masalasiga urug' tuqqanlarimiz, o'zimizning oilamiz bizni qo'llab
yürgüdün düşünüp, bazı şaraitlarga maslaşıp qılmasa, hiç qaysımızın işi olmaydı hem deb. Şahsen mening ham kasbimda emas. Sizningmi shu? Sizlarningmi shu? Ashta bo'lgan gapken. Shu haqiqatan mening oilamdagilar baq qo'llaydi, hammalarning urug' tuqqanlarim. Mush fursatda men rahmat aytaman hammalarga. Ba'zi vaqtlarda kamdilik sizning kasbning ehtiyoji hamda sirtlarga to'lib ketib qoldigan, vaqtida uyda bo'lolmaydigan ishlar bo'lib qoldi. Shunday sharoitlarda ayolingiz kash o'yin qo'yaveramsa, bolni boqmamsa demanda. Ya men ayolim u jihatdan bak tushunishlik. U mu ko'p jafo chekyotdi. O'zi hozirgacha asosan butun kuchini men bilan o'g'limga berib, biz uchun ham xizmat qilyotdi. Men burun oliy maktabda o'qishgan bo'lg'achqa, mening bu sharoitlarimga mening ayolim ko'nab ketgan. Shu muhabbet jarayonini bir anglayli. Qanday tanishgan? Voy bu. Yuzim qizarib ketib bordi unda qilmadi. Men shu oliy maktabda ayolim mendan bir sinf tuvan o'qiydi. Ikkimizning sinfimiz shu bir qavat edi. Uning sinfi shu peshtaxtdan chiqsam ham ikkinchi qavatning 5-ida edi, mening eng oxirida. Shu biz oliy maktabda tanishgan. Ondan keyin naqsh etib keltirib olganmi yoki? Ayolimni shu vaqtlarda hozirda eslab baqsam, meniki shu kasbimni baq qo'llaydi. Men bu aytdim bir gamda o'tib ketdim, men shu ba'zi men bir ashda bir chiqroq qilgan ko'ngilsizliklarga uchrab, mush kasb jihatdan mayliqa to'saliqlarga uchrab hamda ra'yim minib ketib, ko'nglim minib ketib qolgan vaqtlardami? Ayolim shu vaqtda mo bek tasalli berdi. Do'stlarim, urug' tuqqanlarim, shu vaqtda qiz do'stim. Yaxshi tasalli berdi, bo'shib qolmang, cho'qim qila olasiz, andaq, mandaq deb shundoq yaxshi qo'llaydi. Biz 5 yildek do'stlar o'tib to'y qildik qaranglar. Anandagi akam shu Nava programmasiga tunji qatnashgan sen shu-ku? 2018. Nava programmasining Qarliq shirkati bilan birlashib qilgan vaqti 2018-yili 12-son. Tunji ekran demakchi-ku? Tunji shu Nava Science orqali tunji ekranga chiqqan. Shu vaqtdagi ko'rinishdan o'tganda men bir qayta bir ko'rib qoldim-ku bir yerda. Mushagicha ko'pda mushagicha bor. Vaqtida mo'datu. Kunda o'tman yo'ldan. Uruq uruq. Sochlarim uzun. Shuningga qanday o'ylashib qoldingiz? Oliy maktabda o'qitgan vaqtlarim shumi? U vaqtda mening naqlan bak yerib ketgan vaqtlarim. Shu bayat emaslar degandek bak to'salg'ular, jiqulab men shu bir asta bo'lsinmi bir o'zim mashtaq bir munosabatlarni izlab, tiklab, munosabat bog'lab, urilib biqib, so'qilib biqib, nurg'un haqlarning ishtirishiga uchrab degandek nurg'un ishlar bo'lgan, ishning yaxshisi bo'lgan, yomoni bo'lgan, demak ba'zi yenib ketdim, ba'zida yana o'zimning bayatni dedim, yuragimda o'tishi bo'lgan ekan, to'xtab turib, men cho'qim yaxshi qila olmayman deb to'xtamay mashqlarni qilib asta bo'lsin demoqchi bo'lgandim. Bir-birlab jarayon kelmişdi, jarayon bo'lib qoldi ekan. Uningdan keyin men uchun nomli bir plastinkani e'lon qildingiz. U qanchinchi yil bo'ldi? Men 2008da umid o'zmidim degan naqshni aytgan vaqtimda men tayyorlik qilayotgan uningga. Tayyorlik qilayotgan. U men uchun degan plastinka 2011-yili shu bozor silindi, lekin men uni demakchi jarayonib ketgan plastinka. Tunji plastinka bo'lgan ekan. Men iqtisodim sunmaydi. Cho'qim shu vaqtdagi jamiyatga tushadigan meningki o'zimningki kallam yetgan darajada ijodiyat naqshlar bo'lmaydi degandek shunday bir jarayonlar bo'lgan ekan, bu asli bo'lgan. Unda mening tunji ishim bo'lg'achqa men misol ehtiyojimda ishlarda shu vaqt men ashta o'ylagan. Hozir esim kelib davatmanda 2008 naqshida etdim desammi, uningdagi mesela 2009 mu ba'zi bir tayyorliklarni qildik. 2010 ba'zi tayyorliklarni qildim. Mesela shuningdagi suratlarmi 2010-yildagi suratlarga deyman. 2009-2010dagi suratlar shu. O plastinkadagi asosan degidek ko'p nisbatdagi naqshlar bek bozor topgan naqshlar deyishga bo'ldi-ku. Rahmat, shu vaqtlarda yaxshi bo'lgan. Men shu tunji plastinkangizdan boshlab hozir eng oxirgi plastinkangiz kechiligingiz. Shunday-ku. Shularni men yig'ib chiqqan. Hamma plastinka yaxshi. Mana tunji plastinkangiz men uchun. Ikkinchi plastinkangiz men bilan, o'talamsa men bilan. Ikkinchisi hozirgi Muhammad Tursun naqsh kechiligi. Muborak bo'lsin aka. Ben yuragimdagi gap, men boyatim degandek men faqat o'zimni bek jiq ishlarimni silish turmayman deb turmishdim. Faqat o'zimni yansam bo'ldi.
O'zimning qilgan ishimga ega bo'lsam bo'ldi deb o'ylayman. Falan anda ishni qilibdi. To'xtab turaman, mana shu ish qilay yoki men unda ashurtayman, unda birsini bak undan qilmayman. Faqat ortiqchilik bo'lsa, hurmat qilib o'zimga voyajab muojatni bak aktiv kenjimi muojatni deb ilg'arga deb shunda suyunib qabul qilishim mumkin, lekin men anda qilmayman, bunda qilmayman deydigan anda deyman yo'q. Men faqat o'zimni yangsam, o'zimning bugun qilgan ishimdan atsal yaxshi qilsam, o'g'illik undan yaxshiroq qilsam, demak shu bo'yicha bag'an sirliqi mukammallik qarab mansam deb men shuni orzu qildim. Kentarlik bilan. Ya, ras ko'nglimdagi. Unda olsa men 3 plastinka deyman mishada. Ekran oldidan biri sizga sovg'at bo'yin sifatida. Rahmat. Ajab tez bo'ldi. Ma almi kimni degan plastinka. Ma sharp kimni deb turibsam. Chaqchaq. Ma mo'nlib ketgan bir vaqtlarimga. Ma kechilik plastinka. 3 plastinka hozircha qarindoshlarimizga qiladigan emgikim shunchalik bo'ldi. Bundan keyin texim terishib teximo ko'proq naqshlarni sizlarga hadiya qilish men tinim salomat bilan bo'lsa, eng muhim orzu qilganim shu. Rahmat. Rahmat. Kasbiy hayotingiz texmo bilan. Unda olsa programmamizning yana bir bo'ligi bor. Ekran oldidagi sizning masalalaringiz bizga xat orqali yo'llagan bir qancha savollar bor. Siz lekin back astoydil javob berishingiz kerak. Unda so'raverayman. Birinchi savol keldi qamsa. Birinchi savol deydi, siz hozirgacha e'lon qilgan naqshlaringizning hammasi o'zingizning ijodiyatimi deydi. Yo'q. Masalan, mening ijodiyatlarim buncha oz. Siz odatda o'zingiz ijodiyat bilan pek shug'ullanmaysiz deyman. Meni lekin ijodiyat qilmay deb o'ylayligim odatda qilaman. Mening o'zimning ancha-muncha yig'ib qo'ygan narsarim bor, yig'ib qo'ygan ijodiyatlarim bor, lekin men bu taqatmayrim bor. Men asosan hozir qanday bo'latadi meningki kasbiy ishlarim deganda, mening birinchi plastinkamda bir necha naqsh mening o'zimning ijodiyatda. Undan keyin men qanday desa, asosan jamiyatdagi ilg'or idealik, yaxshi ijodiyat qilayotgan bolalar bilan yaxshi fikr almashtirishib, hamkorlashib, men o'rlab chiqyapman-da. Unda olsa men davomli ikkinchi savolga o'tib ketdim. Sizning eng yaxshi ko'radigan cho'lpiningiz kim o deydi? Men mayli diyorimizda bo'lsin va mayli sirt taraflarda bo'lsin. Men asosan hammalarni yaxshi ko'raman. Ma'voyliqqa miyada odamlar degan gap emas. Asosan hammalarning meni yaxshi ko'ramsiz. Yomonkan bu. Gapni cho'g'iltib kirib yana o'zining gapini. Ha? Ma'voyliq men samimiy rost gapchiman. Men asosan hammalarga shunday o'rmitim bor. Masalan, gamdayliqqa naqsh cho'lpini o'z naqshlarni bek yoqtirib anglaydigan, kino cho'lpini o'z bekrak shuni kinolarini yoqtirib ko'radigan, amanda bir shaxs bormi? Lekin men bu jarayonda universal. Men asosan hammalarni naqsh anglayman. Men masalan sizga yangi naqsh etishni boshlagan bolalar bo'lsin, masalan, to'rlar bo'lsin, va mayli izchil bizning ustozlar bo'lsin, diyorimizdagi izchil xalq uchun yaxshi xizmat qilgan akillarimiz, adlarimiz yoki bizning qurdoshlar bo'lsin, yoki mendan kichik insonlar bo'lsin, men hammalarning naqshini cho'qim bir anglayman. Har qanday naqshlar bo'lsa, bir anglab, uning nari yaxshi bo'pti yoki nari mandara qilib qopti degandek, men uning bir cho'qim tushunishga men tirishman. Mayli davlatimiz ichki o'lkalardagi naqshlar bo'lsin, mayli chet ellardagi bo'lsin degandek, lekin o'zim tutqayli men universal ommabop yo'lda ommabop naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Lekin men hamma anglayman. Men xalq naqshini anglayman, ommabop naqshlar o'zimizning diyorimizga bo'lsin va men O'rta Osiyo va men chet ellardagi bo'lsin. Unda olsa yana keyingi savolga o'tay. Siz ovoz tusi o'zingiz bilan o'xshib ketadigan izbosar tarbiyalashni o'ylash vaqtingizmi deydi? Ya, men u bosqichga bormadim. Bordingiz, unutib qolibsiz. Yo'q. Men taxi bu yo'lda mang'uchi. Men o'zimga shu diagnozni qo'yaqliq. Men bayatdan dedim. Men o'zimga nurg'a yetmoqchi bo'lgan planim bor. Men hozircha shu 3 plastinkani sizlarga suna oldim. Meniki cho'qim son ko'paytirish emas. Men bu plastinkani manch plastik qilma deb son ko'paytirish emas. Lekin mening o'zimning ashta bir orzuyim bor. To'xtamay yaxshi plan, yaxshi sistema bo'yicha o'zimningki har bir plastinkamda shu plastikni chiqargan davrniki davr aks etib turgan, xastlik chiqadigan, umumiyatdagi yaxshi ta'sir qo'zg'ay oladigan holatda bir ishlarni qilsam deb o'zimga shu talabni qo'yman, shu bo'yicha taraqqiy qilmoqman. Yerda ovoz tusi deb alohida ta'kidlab tursiz, siz o'zingizning ovoz tusini alohida deb bilamsiz. Buni nima deb javob bersak bo'lar? Ovoz tusi. Men buningga alohida emas desam, mening bu naqshlarimni qarindoshlar anglasanglar hazratlarning naqshini qolaydi. Bir anglablam bo'ldi. Bak alohida mumkin desam, men amdiliqqa bak alohida unda ovoz emas meningki.
Lekin alaylikim bor. Sizlar yaxshi ko'rganki, sizlar hozir og'riyotgankin, men ham shu naqshamdan alaylik bor, ovozimni alaylik bor deb o'ylayman, lekin men ovozimni yasab naqsh etmayman. Yasab deganim, gaqatqa ovozim bilan naqsh etgan ovozim o'xshamaydigan emas. Men odatda gaqqa ovozim bilan naqsh etgan ovozim o'xshaydi. Unda bo'lsa, aka naq maydonda 2 misra. Qolgan bir naqshdan 2 misra. O'xshamdi, o'xshamaydi. Qolgan naqshdan 2011-yil qaytalayam bo'lsa. Xushpurak Güldün azizsen Hey nazaket men üçün Sana okşaş Gülni kısmak Ametur men üçün Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa, yana davomli qo'shal kayfiyatda men keyingi savol o'tay ketay. Sizning naqsh aytishdan boshqa jihatda alaydigingiz bormi deydi. Men masalan sahnalarda salmoq ig'ir ta'sir berib qolmayman, lekin men turmushda xil xushchaqchaq. G'azab nafratim aniq, bir narsa ishni xo'shilmay, ishni xop bo'layman lekin hissiyotchoq fikr qilamdim ya. Paranglashqamroq bo'lsa, har turli bolalar bilan ko'pincha o'zim odam xumor. Paranglashsam, sirdish bulsam deb o'ylayman. Lekin mening dadamningmi qopqi turguli qaranglar meniki. Akamningmi shu, mening achamningmi shu. Faqat opamninglam qopqinda emasmi deb o'ylab qolsam. Mening o'g'limning qopqashida qaranglar. Rost. Nodurmi? Ersiyatganda. Lekin men tushunmaganlar bir xil akavur debmi o'ylab qolish mumkin. Naq men shu mushta o'ylagan. Tasavvurmasa tasavvurgan. Sanlarda ko'rib qarsam to'p chiqiblam qoppoq degan aytibdim. Bu chatoqqa deb o'tganda tunchiqdim ko'rishgan vaqtimizda voy yaxshi mafkam u bu deb qoltimiz. Manda ekanda. Akamni kulizgan deb. Ayron qoldim. Lekin hamma tabiiy ashlar bo'ldi-ku. Mening ko'rinishda men shu ashtaroq ko'rinib qolaman, lekin mijozimmi meniki uchuq. Menda mi jixla so'ragan tiyashda Hazrat Alibek muz qopoqqa Islamiylik birsik bir eg'iz gaqilmaydiganlar ko'rmagan deb voy yo unda emas deb. Endi ko'rganligim hammamiz gaqilibasam endi berib qilam. Nima deb qoldi shundami ya? O'zim gaqib ketsam, shunga sharoit bo'lsa gaqilishimiz mana sizlar bilan hozir parangiz bo'ldi. Bu sharoit bo'lmasa o'zi men maktabga yugurib kirib gaqib ketsam. Qanday bo'ldi deyman. Shunga men o'zimmi turmushda ishda o'ylab qolaman. Birsini tushunmay turib bahas olmaychi. Bu o'zimning shaxsiy fikrimmi, mayli umumiy boshqalarga vakilligim qilmayman. Mening o'ylig'im shu mayli birsini tushunmay turibmi, haqning gapini olmayman. Mabal mandaroqga, andaroqga desa, shu chiroyimish qopqimish olim qarab qo'yman shu. Bo'pti degan gap hamda javobchi. Lekin men o'zim tushunmay turib, cho'qim u odamni men haqda anglab turib, yaxshi ekan, yomon ekan, yo ayar anda ekan, yo oqsab mangdi ekan, yo mandaq mangdi ekan, yo mandaq mangdi ekan degandek men undaylik hissiyat qilmayman. Cho'qim o'zim tushunib bo'lgandan keyin birsiga andim baho berishga to'g'ri. Ishlam mijozim baqirgan bo'lsa. Unda asaka yana davomli keyingisiga o'tay ketaman. Hayotingizda siz eng hurmatlaydigan kishi kim deydi? Birinchidan men ota-onamizni hurmat qilamiz. Ota-onamizning farzandi, ota-onamiz bo'lmagan bo'lsa, biz bo'lmaymiz. Ota-onamiz qanday tarbiyalasa, masalan, o'qitish ustozlarimizmi shu? Ota-ona, o'qitish ustoz eng hurmatlaydigan insonlarimiz bo'ldi. Hammalar o'rtaq javob bera olamiz-ku bunga. Undan keyin bizning turmushda degan bizga ulgu bo'lib mangayotgan, jamiyat uchun yaxshi his qo'shayotgan, bizga aktiv energiya taqtiyotgan, yaxshi ta'sir qilayotgan hammasiga mening hurmatim bor. Men bu yerda umumiy bir javob berdim-ku. Buning cho'qim men Mehmetga hurmatim bor. Yoki Samatga hurmatim bor deyman. Cho'qim jamiyat uchun yaxshi ish qilgan, mayli qaysi sohada bo'lsin, qaysi ishlarda bo'lsin, jamiyat uchun ozroq his qo'shsinmi, yaxshi yo'l ko'rsatsa, jamiyatga aktiv energiya taqasilam, men har qanday odamni men hurmat qilib qo'yaman. Amallar masalan shu balkim. Ziqmi ko'rmaydigan, kavobmi ko'rmaydigan javob. Yo'q, men buning g'oyaligi cho'qim ziq ko'rsa, kavob undab qolmasin, kavob kelib qolsa, ziq undab qolmasin deb o'ylamdim. Lekin bu mening o'zimniki shaxsiy javobim shu. Meni tutgan yo'llanma shu. Xo'sh, keyingisiga o'taveraychi men bo'ldi. Sizning eng cho'ng orzuyingiz nima deydi? Eng cho'ng orzu ekan juma, men buyuk. Ushaq gap yo'q, men. Ushaq yo'q deb. Qo'sqin to'ysa desam. Chaqchaq qo'ydik. Mening eng cho'ng orzuyim butun yaxshi insonlar tinch omon bo'lsa. Men shu yana sizlar uchun
Ha, qizil gap qildimmi? Rost. Birga butun yaxshi insonlar salomat bo'lsa, anda mening tinim salomat bo'lsa, meni qo'llagan barliq qarindoshim urug' tuqqanlarim uchun men texim yaxshi ish qila olsam, texim va shu umrimning oxirigacha xizmat qila olsam, shu mening eng chong orzuyim bundan cho'ng. Unda olsa kaş eng chong orzuğu, aslında bir panampay tövendeki arzu uchun unda olsa. Voy bu yetmekçi bo'lganing. Yetmekçi bo'lgan ishimiz hammamizning ko'p, lekin mening eng cho'ng hayotimning oxirigacha meningki cho'ng orzuyim shu. Unda bo'lsa eng oxirgi savol ekan. Siz bu yil qancha yashdaydi? Deb qo'yaman qancha yash kirganman. 50. 25 deydi. Rahmat. Voy 4-chilar 30 yosh kirman, naqla. Mana. Kimni salomat bo'lsam, kimda mening tug'ilgan kuni go. Rahmat degan mo'nglarniki. Sizga rahmat. Unda bo'lsa, endi yana bir bo'lak o'timizda programmamizdan. Buningda endi biz bir o'yin o'ynab baqaylik. Abayt yaqi bekchiq qaqib ketdik. Sizlar zerikib qolgansizlar o'yin o'ynaylik. O'yinning qoidasi menda bo'ldi-ku. Bir tanishg'uch bor. Ha, tanishg'uchni quloq taqaysiz, ichidan va atrofdagi biz hech qaysimizdan ovozni siz anglayolmagan darajada ovoz chiqadi. Men bir so'zni deyman, 3 bo'g'imliq. Siz og'zimning shakliga qarab turib, nima deyotganligimni topsiz. Odam tilab sanmaydigansiz. Abi adablik qolgan dedim juma. Burada chata yo'q. Siz 5ni topsiz, men 5ni topaman, almashtirib o'ynaymiz. Unda xos boshlab ketamdik. Tanishg'uchni taqayman. Ha. Varamchiron bo'ldi. Ondan o'zi qarab turma. Başladıkmı? Başladık. Güzel. Güzellik koy. Ha? Güzel. To'xta. 5, 4, 3, 2, 1. Tapamadı. İkincisiga o'tib ketdik, ha? Qadrdon. Faqat bilg'olmay ekan. Ha. Qadrdon. Atlas degan anlatasiz. Yo'q. Voy, faqat bo'ldi o'tib ketdik. Uchinchisiga. Siz bir tepib qilgan, men bir deb qo'yay. Aql olmishimiz hozir. O'rindiq. Xudoga naqsh payizga. O'rindiq. Ha? O'rindiq. On koy. O'rindiq. Ya men topolmadim. O'rindiq. Topolmay ekan. Tushdiqmi, ha? Ha, keyingi 4-inchisi, 5-ni emas, 4-inchisi. Tanishg'uch. Bu gap qilgan gap bundan oldi. Tanışg'uch. Voy, faqat bilgil bo'lmadi. O'xshash gap qotamda. Yo'q. O'xshashdan. Tanishg'uch. To'g'ri. Tanishg'uch. Hech qaysi topolmadi juma. Eng oxirgisi. Güzellik. Ko'ngliga yaxshi gapim topolmadi. Güzellik. Güzellik. Ha, bilamadim. Rost bilamadim. Güzellik bu. Bilamizmi? Almışımız hem de. Hech qaysini topamiz deb Allah, hech qaysini. Rost. Hammamiz o'xshash gapqanda güzellik qo'ygan. Unda asma keldi. Ali. Men dedimmi? Topamadi-ku? Mang. Men. Topil bo'lmaydi qo'yatmisin deyman. Men o'tib ketdi ikkinchisi. Men nan demadim. Ha? Ha. Nan. Ha dedimmi? Shuni topamadingiz. Bak shuni topamadingiz. Men topamadim. 4-chisini. 3. Avtobus. 3. Nochi. Shirin dedi. Shirin. Şu alam. Ya anlattık hiç azrakta. Shirin. Senin. Kam asla. O top kılım mümkün emezken cuma. Alam kıldı. Ben çanak dedim mi? Nurli çanak dedim mi? Qanday qilgan sanlam?
Faqat bilolmaydi ki men muzikani onsiga udarimo. Siz nima dedingiz bo'libdi? Birinchisiga nima degan? Ya men degan gaplarim shu, non degan dedim, non. Ha, non 3. Ha. 50. Men dedim. 3 bo'g'imliq desam akam deb men 3 bo'g'imni tuvan degan keyin shu 2 bo'g'im. Ha. Siz o'zingiz bir nima degan bir anglab boqay, men nimaga güzellik qo'y deb ketdim qana. Ben başta nima dedim? Güzel nur dedim. Başta güzel nur dedim. Güzellik qo'y. Qanda o'qish qolgandim. En oxirgisiga güzellik dedim. Qo'y yo'q. Pul yo'q. Onda olsak ha. Ben 10 koyayım deb yuribman, unda o'ylab boqsam. Va, shu pul noli gepi. Yo, albatta yo'q. Ko'zimga pulga murattab ko'rinib ketdi. Esel aka. Asli ma'noda. Lekin bu ne tapqili bulgandek qilib turdi. Lekin muzika bekchinki haqiqatan. Muzikada chin qo'yib olsa, lekin oshda topdiq tepivyapmiz. Topamidiq unda o'zi, uni nima deyman? Aslida topsanglar boshqa bilan topgan o'xshaysiz, hech kim topamidiq. Asli yengilib qolg'uchi bu yerda bir ish qilib bermoqchida, bizning planimiz hozir. Ikkalan tang yengildik desak bo'ladi hozir. Bunun bir amal bor. Ha, bir amal bor. Tosh qaycha olsa. Shuni qilamiz. Shuni qilamiz. Bunda qilgan. Nechidan o'ynaymiz? Fikam o'g'al birda o'ynaymiz. Keling. Men nima qilib bersam lakanda? Molla aytib molla. Men amdaylik sizga hurmatim bor-ku mening. Rahmat. O'zim yaxshi ko'radigan bir naqshingizni bir 2 misra aytib beraychi. 4 misra aytib qo'y. Qaysini aytib bersamlar? Men bilanning o'tirini aytib beraychi. Mayli, ma'qul. Hayat go'yo bir safar, bo'rini bor yomg'irli. Çölde kalsam buranda, tünelim sen men bilen. Ne kısmet var beşimde, bir gün ecel yetkende. Bu dünyadan vazgeçip Çabuk anlatam da ya. Gidelim sen men bilen. Rahmat. Ben bu etip hem de siz gidiyorken. Men şu qaç chiqargan. Qaç chiqarsan ağlamdık ya balla. Yana bir naqsha shundami? Men qaysi naqsha aytib beraman? Atangni uchun seni menga. Usulma? Unda bo'lsa muzikalik aytib beray, lekin usulga sizlarni taklif qilay. Bugungi shu faoliyatimizni hammadan shu naqshini aytay, usulni sizlar o'ynanglar, tang aytib tang o'ynaylik. Esel. Hey! Onda olsa senimiz sizga qoldi ekan. Ha, ma'qul. Bahar bo'ldi, childi gullar u yoqda, bu yoqda. Bahar bo'ldi, childi gullar u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi voy u yoqda, bu yoqda. Seni izlab keldim, xuma ko'z yarima. Seni izlab keldim, voy xuma ko'z yarima. Kelmadiysan men ketay, yar ya,
izletmek geldim Huma köz yarıma Seni izletmek geldim Ay huma köz yarıma Gelmediysen men gitey Hey yar yar yarıma Gelmediysen men gitey Vay hey yar yar yarıma Hey yar yar yarıma Çan çıkarttın senden. Rahmat. Abayt yaqı naqşlarını etdik, oynadık, hoş olduk. İkimiz Anca-muncha uya bu yerdan paranlashdik. paranlaştık. Müşahede o'tgan tomoshabinlarimizdan balkim so'raydigan savollari bordir sizdan. Bir fursat bersak, sirdish olmamsizlar qarab. Abay dedim men astoydil javob berdim. Men mundash qaq dedim go. Ha, unda bo'lsa sen sizlar ketdi. Assalomu alaykum Hazrat aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Eshitma, yaxshimisizmi? Sizningki mushnayisangiz bek diqqat qilganimcha, mash muzika orqali siz har qaysi Shinjongning har qaysi joylarida o'yin qo'yib ekansiz. Endi bundan keyin planingizda chet elki davlatlarga chiqibmi o'yin qo'yish planlaringiz bormi? Planlaringiz bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Naqday deyman mana. Rahmat, diqqat qilib kelibsiz hozirgacha. Endi 2014-yilda men bir kechilik qildim. O kechilikda naq maydon etdik naqshlarni. Bu o'yinimni shunday yaxshi ko'ngilli qildim. Lekin kechilikka az qolgan chog'da men 15 kundek zukom olib qoldim. Yo o'zimga besim bo'lib ketdimi, yoki boshqa sababmi, mayli osmassammi, o'ngishlanmaydigan ajoyib charchib oldimmi u xizmat bosqichidamda. Ba'zi mashqlarni qila oldim, ba'zini qila olmay qoldik. Lekin yani umumjatdan tayyorligimiz yaxshi-yu. Biz o'yin qildigan, kechilik qildigan kunim mening yana ba'zi ishlarim hamda o'zimning ko'nglimdek emas. Mening tunji kechilikim bo'lg'achqa, o'zim bak yaxshi planlarni o'zimning atrofimdagi yaxshi sistema qo'shim bilan yaxshi planlarni qilishganda biz mandaroq darajada bo'ldi, mandaroq qila olamiz deb. Mening kechilikimning ba'zi planlari o'zgarib qolib, bir necha naqshni muzika tartibimiz bilan naq maydon chaldik, naq maydon aytdik, lekin men yana anim bo'lsa ba'zi naqshlarimni oldin CD muzikalarni akkordlashtirib tayyor qilib olganda uni naq maydon o'rlab degandek, lekin aytishimiz naq maydon bo'lib, bu o'yinimni shunday yaxshi ko'ngilli qildim. Ba'zi narsalar shu qalam qarab o'qib qolgan keyin o'zimning ko'nglimda sal bir yerlimda rahat bo'lmadimmi? O'zimningki mush o'ylagan yerim opirma degan orzu armon, yana birga hammalarning madadi, ilhomi, mushning turtkisida men bu kechilik faqat o'rimchi bilan bo'lib qolmasin. Sharoitimiz yar bergan, bizni qo'llagan har qanday noy shaharlarimiz bo'lsa, Abnum rayonining shu opirayman buni deb, Abnum rayonining har qaysi joylarda 10 necha maydondek naq maydon naqshkechilik ilib bordim. Bu o'yinimiz nihoyat g'albilik bo'ldi. Har qaysi yurtdagi qarindoshlarimiz shunday yaxshi qo'lladi. Naq maydonning kayfiyati ham narsa terik holat bo'lgan keyin, masalan gap so'zlarimiz o'zimizning nihoyat samimiy bo'ldi. Qarindoshlarimiz o'zining yurak so'zlarini dedi. Men shu naq maydon o'yinning o'zida nima o'ylagan bo'lsam, shuni shu bo'yicha bayon qildim, shu bo'yicha shu hissiyotim bilan aytdim degandek yaxshi fikr almashtirish bo'ldi. Mush o'yinlarni bir tugatdim. Manglarning madadinglar bilan. Rahmat. Siz degandek hamda buningdan keyin mening nishonim, bayatın dedim. Men o'zimizning ommabop naqsh muzikamizni cho'qim xalqaro sahnalarda texmi ko'p qarindoshlarga sundigan arzu armonlarim bor. Mayli mandaroq holatda konsertlarni qildik, o'yinlarni qildik. Endi men manandan keyin yana mandaroq ish qilma degan bir o'zimning sistemamni bir tuzib o'ng'atgan bo'lg'achqa, demak bu mening oldimda cho'qim men qilmasam bo'lmaydigan mening muhim xizmat nishonim bu. Men cho'qim qilma o'zimizning muzika tartibimizni texmo mo'llashtirib, texmo kasbiylashtirib, bo'z texmo cho'ng sahnalarga o'zimizniki sizlar qo'llagan shu yaxshi ko'rgan naqshlarimning hammasini texmo cho'ng xalqaro sahnalarda do'stlarimiz sunishga men tirishman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Sizning men uchun degan plastikangiz chiqqan vaqtda bo'randek sochlaringiz va to'liqsiz o'tirib vaqtda avaz qilib ashta qo'ygan. Va endi bu choch tushib ketib boramdi, ya nima sabab bu oz qo'yapsiz? Festival bo'ldi. Choch tushib ketmi desangiz, machash qarab baqsangiz tushib ketmaydi. To'xtangizqa. Chichim, quyoq. Shu vaqtlarda hamda nisbatan moddi. Ham shu vaqtda o'zimga singib qolgan. Nuqul birlam choch bo'lsinlam yuraverishim o'zim xohlamdim. Ondan chichim sal vaqtim deb qo'ydi. Uni o'ngishim ham bo'lmaydi, tarimim ham bo'lmaydi. Uni degan qanday do'q degan cho'qqim shuni o'p o'xshash qilib yurmasam,
sal bir yerlari mijilib qolsa yo bir yerlari undaq mundaq bo'lib qolsa shuning bilan ta'sir qildi-chu o'zimizga deb turdim. Chaqchaq shuning bilan o'zim ishni yaxshi ko'rdim. Aka sizga desam shu bizni Uyg'urlar endi biz tug'ilishimizda usul o'ynab, tug'ilishimizda emas endi oyog'imiz chiqsa usul o'ynaymiz, qo'llarimizni ko'tarib, naqshlarni aytib ketamiz, ohanglarimiz kelamiz. Kichigimizda kichik bola aytalaydi-ku. Endi shu vaqtlarda ota-onalarimiz bizga endi voy mening balam naqsh oldu, voy mening balam usulchi oldu deydi. Lekin biz bo'lanmaymiz. Mana ota-onalarimiz ba'zilarimiz rejissyorlik o'qiyapmiz, ba'zilarimiz diktoriyachilik o'qiyapmiz. Usulchi naqshchi bo'lamdik endi. Endi naqshim kamaydi ahamiz endi. Aştaq dedik, endi biz özümüzni bayqamagan o'chaqlarda. Endi men o'sha odamlarning o'zini tunji qitim bayqishiga bak qiziqaman. Men o'zimni tunji qitim bayqagan vaqtda men kichigimdan tortib yog'ochlarni ko'tarib elib, haqlarni ziyorat qilib turib olatdim-ki. Shu chaqda o'zimni bayqagan. Endi siz o'zingizni qachon haqiqiy turda bayqagan? Masalan, kichigingizda naqshlarda yig'inishib qo'yishingiz mumkin. Lekin o'zingizni qachon haqiqatan ahangizning muңлыqini, haqiqatan naqshi ovozingizning keldiganligini qachondan tortib bayqagan? Shuni bek bilgim Rus savol bo'ldi mana bu. Rahmat. To'g'ri, lekin shu hammaylar kichik vaqtimizda hamma qiziqib boqadiganmiz. Masalan, mening o'g'lim hozir bu hamma qiziqadi. O'yinchi futbol tepida men bilan meni xupa deb bir yer to'g'izib qo'ydim. Maqsad turdigan yerim bor. Aşağıda turma tipidu ondan bu qisqim qiziqdi bu. Mushtanlabli yuriydi. Birdan qarsa demak hozir meni kompyuterda deydi-ku bolam. Beshida nechaning oldida aka deydi bolam. Aka desa og'ilarim chaqchaq qildi. Fukan borma, fukan yaxshi turdimi deb. Og'ilarim chaqchaq qildi. Dada deb til chiqqan, lekin orliq aka deydigan bo'lib olgan. Hamda orliqda dada degan Hem de kompüterda deydi mesela o'zining bir meni bir shilamdi yo akiltamdi, men bir amroqlik qilgandim, o'rmitmi o'qimadim. Ashta hem de kichik bola, ashmi demakchi o'g'ini. Ash bolam hammani qiziqib boqadi ekan hozir. Qiziqib boqadi. Yani unda qarab baqsam, meni bakra qiziqamdiki desam, yani boshqasiga qiziqib qo'yishyapti. Demak kichik vaqtimizda siz degandek bilgi bo'lmaydi ekan. Ondan masalan men o'zimni deb aytib baqsam, beliqchilikqa va shu qiziqadiganman deb o'ylab baqsam, nima deb turdi? Qamaqlab deytdingiz, beliqil tutib yuribdingiz, yo'qolib ketib nima deb. Lekin men boshqa naqsh aytdim. Naqshga bak aytdim, vaqt bola ovozimiz bo'tdi. To'liqsizlik vaqtlardami, boshlang'ich vaqtlarda masalan xormusab qildirildi maktablarda. Aslında men asosliq men shu mikrofonni oldiroq turdigini men tamamda. Qag'allar o'pchimlar to'saqmi oldiroq men to'g'izib, işte aytdim, vaqt masalan futbolga qiziqdi demak, ham narsa qiziqmag'di. Shu vaqtim naqsh aytdim, lekin men vaqtida haqiqatan o'zimni to'xtatib bo'lmagan. Cho'qim naqsh bo'lma degan narsa, demak men to'liq o'tirning 3-yilligida baydan deb o'tib ketdim, 5-yillik mazmunda. To'liq o'tirning 3-yilligini bitirib, toki hammadan shu oliy maktabga imtihon berib, arzu to'ldirgan vaqtgacha shaxsan men shu tanglar qolib ekanman. Lekin meni bir o'qituvchim, mening muzika o'qituvchim, ayni vaqtda deganda menga bolam siz amini mushkasib minib qolasiz. Men ko'zim shunda yetdi sizga. Siz shunda minib qolgandeklar bilinsiz. Siz cho'qim shu san'at kasbiga imtihon bering. Kasbiy tarbiyalanib shu demakchi oliy maktabda shunda o'qing deb menga bak degan bir o'qituvchim. Lekin men dedim-yu, o o'qituvchimninki o fikrigimi cho'qim men mushtaq qilay degan narsani o'zim bildirib bo'lmay. Arzu to'ldirsa buncha to'ldirib qoldim. Demak o'qigan maktabim olib qoldi. Lekin men o'ylab baqsam shu bayon degandek kichigimdan tortib men tang apmagan. Tang apmagan arzu armonlarimning ichida shuni ayta oldim. Rahmat. Unda olsak men yana o'zimning gapiga cho'ylab qaytib kelay. Mayli. Hech men degan deyning shu 3 deyning birisini so'rdim men. Men uchun degan plastinkaning jarayonini. Men bilan ishlash jarayonini ozroq bir so'zlab bering. Men bu plastinkadan keyin yani ba'zi narsalarni texmo kuzatib, turmushni kuzatib, mayli naqsh tanlash bo'lsin, mayli boshqa surat ishlash bo'lsin. Mushjatlardan ko'plagan bolalar bilan yana hamkorlashdim. Ular bilan yaxshi hamkorlashib, ularning yaxshi men bilan moslashishi bilan bu plastinkaga men bilan plastinka o'zim mablag' solgan bu plastinkaga. Butun mablag'ni o'zim solib, ondan buniki taqitish huquqini qarliq shirkati bilan taqitishni hamkorlashgan. Men uchun degan plastinkamniki butun mablag'ni qarliq shirkati solganda, tunjisinikini. Men bilan kelganda o'zim mablag' soldim. Ba'zi ishlarni men texim o'zim degayaga qilma deb o'ylagan bo'lishim mumkin yoki mablag'ni o'zim silib degayaga mandaroq opirma deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Qildim. Bundan keyin men bilan degan plastinka chiqqandan keyin bu plastinkamni
jamiyatda yaxshi alqishga erishdi. O'zimmi texnik bir g'oyatga chiqqandek bo'ldi bag'ansiri. Suratli plastik shildim 2 plastika deb qoldim abay. 2 plastika degan men cho'qim bir muzika tartiblar bilan bir mushtaq bir kechiliklarni qilib baqsam deb buning turtkisida ondan men bilandan keyin demoqchi o'g'lim o'zimningki bu kechilikimga yana o'zim mablag' soldim. O'zim mablag' sab bu kechilikni boya tushuntirib o'tib ketdim-ku, mana-mandaroq bo'ldi deb. Bu kechilikim yaxshi muvaffaqiyatli bo'ldi. Bundan keyin buni plastikasini 2015-yilda tarqatgan bo'ldik. Bu kechilikni 2014-yil 10-yil 11-kun qilgan. Plastikasi 2015-da tarqatdik. Bu plastikamizni naqshlarni nurg'unlagan yaxshi jamiyatga ijodiyatchi qarindoshlar bilan yaxshi hamkorlashdik. Nurg'unlagan bolalarningki o'rtaq kuch chiqarish bilan demak bu bosqichni bir tugatdik. Xo'sh aka, bundan keyingi yana mush san'at sohasida nurg'unlagan plastiklarni taqib, ko'klishingizga tilakdosh biz. Abaytiyoq shunda ma'nli, shunda payzi, shunda erkin parangish oldik. Tarqalmaydigan so'ri yo'q degandek, programmamizning vaqti qisqa bo'lganligi sababdan vaqt munosabati bilan bizga qo'yib bersa, kechiga o'tirib paranglashimiz bor. Vaqt munosabati bilan programmamizni afsuslanarli alda müşahada oyoqlashmoqchi. Yana davomli qatnashish berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oxirida yana tomoshabinlarga masalaringizga yurak so'zlaringiz bo'lsa, erkin alda davosingiz. Cho'lpan keldi nomli bu shu program orqali bar ekran yuzidagi qarindoshlar bilan yamriqdim. Ko'rishib, sirdishib eng erkin ozodalatda hammanglar bilan paranglashganligimdan aytib xursandman. Hammanglarning mushta qo'llab quvvatlab berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan shu hammanglarningki meni izchil qo'llashinglar bilan menga haqiqatan diqqat qilib, mening yaxshi yomon yerlarimni menga ko'rsatib berib, meni orzulig'inglar uchun men hozirdak mushundaq ancha-muncha bir natijalarni qo'lga keltirib o'taman. Bundan keyin texmo yaxshi qo'llab bersanglar, sizlarning parvarishinglar bilan texmo yaxshi taraqqiy qilsam, sizlar uchun texmo yaxshi asarlarni sunsam degan orzuyim bor. Rahmat. Rahmat aka. Bundan keyingi san'at ishtirokida rahmat.